Xo'sh, endi sizlarga salgina bir gap eshitaylik-ku. O'shanday misol keltiradigan bo'lsam, benzin va mashina. Biz mashina sotib olganmizmi, baribir unga benzin, ya'ni mashina benzin iste'mol qilmasa, u yurmaydi o'shanday. Benzin narxi oshishi esa mashinalarning savdosiga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun benzin narxi bir 15-20% oshib ketadi, odamlar nima qiladi, o'sha mashina sotib olganman, baribir benzin narxi oshib ketdi deydi va o'zini daromadiga qarab jamoat transportlari yurishi mumkin. Bu esa mashinalarning savdosiga ta'sir qiladi. Endi daromadni ko'tarishi boya tushuntirganimda, agar sizning oyligingiz 3 million so'm, keyingi oyda 4 million so'mdan oshib borsa, siz o'zingiz uchun ko'proq narsa xarid qila olasiz. Misol uchun o'zingiz istagan shirinlik va shunday o'z xohishingiz, ya'ni ehtiyojingizni qondiradigan narsalar. Narxlarni ko'tarish haqidagi taxminlar. Endi bu siz bozordasiz, birinchi hafta kelyapsiz, o'sha bozorda hamma narsa bor, sotib olishingiz kerak. Masalan uchun piyoz. Piyozning kilosi 2000 turibdi bozorda. Odamlar aytadi, yo'q, piyoz narxi keyingi hafta 3000 ming ko'tarilib ketishi mumkin deydi. Siz nima qilasiz? Bunday bo'lsa ko'proq olib qo'yay, keyingi hafta yetsin deysizda, o'sha 2000 dan bo'lgan joyida ko'proq mahsulot sotib olishga harakat qilasiz. O'sha keyingi hafta narx ko'tarilib ketishini eshitganingizdan keyin. Lekin bu taxmin va ya'ni buni mish-mishlar, taxminlar aniq narx ko'tarishga javob bera olmaydi. O'sha narsa ham bor. Endi talabning o'zining funksiyasi bor. Talab funksiyasi ikki xil bor. Oddiy talab funksiyasi va murakkab talab funksiyasi bor. Oddiy talab funksiyamizda a minus bp. Endi bu yerda har doimgidek qaysi narx, aql quantity, ya'ni talabning miqdori. Bu yerda a bilan b esa o'sha har doimgidek koeffitsiyentlarimiz. Endi murakkab talab funksiyasida yangi koeffitsiyentlar qo'shiladi. PS va PC qo'shiladi. Bu yerda yana y ham qo'shiladi. Yigirmangiz bu yerda daromad, ya'ni o'sha o'zingiz daromadlaringiz, oyligingiz o'sha daromadlar hisoblanadi. PS esa o'rin bosuvchi tovarlar narxlari, bu yerda tushuntirganlarim. PC esa birgalikda iste'mol qiluvchi tovar narxlari, o'sha benzin va mashinada PCda, PS esa kola va Fanta Pepsida. Endi xo'sh, talab tenglama uchun talab egalik chizadi. Boyagi mana bu bizning talabimizning oddiy funksiyasiga misol bo'ladi. Mana shu funksiya. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda a koeffitsiyentimiz 10 mingga teng, b koeffitsiyenti 200 ga teng. Demak, biz birinchi price, ya'ni $5 desak, $5 bu yoqqa p joyiga qiymat qo'ysak, 10 mingdan minglasak 9 ming. Ya'ni biz $5 dan 9 mingta mahsulot xarid qila olamiz degani. Endi bunga boshqacha narxlar qo'yib turamiz. $5 dan $10 ko'tarsak narxni. $10 ko'tardik. O'sha bu yerda qiymatimiz esa sotib talabimiz hajmi 8 mingtaga kamaydi. $15 qildik, bu 7 mingtaga kamaydi. Mana shu teskari bog'liqlik bo'ladi. Endi sizlar bilan narx va talab miqdori o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntiradigan bo'lsak. Demak, 1 xo'sh, misol uchun uzum deylik. Xo'sh, 1 kilogramm uchun narx so'mda bo'lsa 350 so'm deyilyapti. Endi 350 so'm bo'lmaydi uzumda. Misol uchun bu bir oy davomida unga bo'lgan yakka talab miqdori, ya'ni o'z shaxsniki. Bu 10 kilogramm bo'lyapti. Bir oy davomida unga bo'lgan bozor talab miqdori. Endi bozor talab miqdori bilan yakka talab tushuntiradigan bo'lsam, bir shaxsning bu talabi bir oy davomida iste'mol qilingani, bu o'sha yakka talab bo'ladi. Bu yoqda esa bir oy davomida bo'lgan bozor talabi esa o'sha shaxslarning, iste'molchilarning bir oy davomida qancha uzum sotib olgan miqdori. Bir kishi bir oyda 10 kilogramm uzum sotib olgan bo'lsa, qolganlar o'shanday shaxslar bir oyda 1 tonna sotib oldi degani bu yerda. Xo'sh, endi narxni biz 300 so'mga tushirsak, bir kishi bir oyda 10 kilogramm sotib olgan bo'lsa, endi 20 kilogramm olyapti. Bir oyda esa u 1 tonnadan 2 tonnaga ko'tarilyapti. Bu o'sha yana talab qonuniga misol bo'ladi. Ya'ni iste'molchilarning sotib oladigan talab hajmi uning narxi bilan teskari bog'liqlikka ega degan. Buni funksiyasini ham ko'rishingiz mumkin. Funksiyasida endi sizlar bilan gaplashamiz. Taklif qonuni va taklif tushunchasi. Xo'sh, talab va taklifning nima farqi bor desak, oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, talab bu bizning, ya'ni iste'molchilarning sotuvchilarga, ishlab chiqaruvchilarga beradigan talabimiz. Bu talab. Ya'ni menga 10 tonna mahsulot kerak, mana shu shart chiqarib berasa, ya'ni biz talab beryapmiz. Taklif esa
o'sha ishlab chiqaruvchilarning iste'molchilarga beradigan taklifi. Ya'ni sen 10 tonna mahsulot ishlab chiqarish mendan so'rayapsan, men senga 15 tonna ishlab chiqarib beraman, faqatgina ba'zi narxlarni o'zgartiraman. Mana shu taklif bo'ladi. Taklifga ta'rif bersak, taklif bu ishlab chiqaruvchilar ma'lum narx bo'yicha bozorda sotishni ko'zda tutgan va sota oladigan muayyan tovarning miqdori. Ya'ni bu yerda aytib o'tamiz, ishlab chiqaruvchilar boya esa iste'molchilar edi talabda. Endi taklifning hajmi o'sha iste'molchilarga ishlab chiqaruvchilar tomonidan beriladigan mahsulotlarning qiymati miqdori. Taklif qonuni har qanday bozorda istalgan vaqtda boshqa teng sharoitlarda, ya'ni turli xil bozorlarda tovar narxi va unga taklif hajmi orasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni tushuntiradigan bo'lsam. Xo'sh, endi grafikga tushuntiramiz albatta. Xo'sh, e'tibor bersak, bu yerda taklifimizning qiymati A nuqtada va B A nuqtada sal kamroq bo'lyapti. Bu yerda narximiz ham pastroq. Lekin price, ya'ni narximiz oshgan sari qiymatimiz ham oshyapti. Ya'ni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, iste'molchi kelyapti. Iste'molchi kelyaptida men 10 mingdan 10 tonna mahsulot sotib olmoqchiman deydi. O'sha ishlab chiqaruvchi sotadi. Keyingilarida men 20 mingdan 20 tonna mahsulot sotib olmoqchiman deydi. Bu yerda talabimizning, ya'ni taklifimizning miqdori ham oshyapti, uning narxi ham oshyapti. Bu o'rtadagi to'g'ri-to'g'ri bog'liqlik deyiladi. Endi taklif egil chizig'i bu S, ya'ni bu boyagi diamond edi, D, S esa taklif. Pga, ya'ni price'ga to'g'ri-to'g'ri bog'liqlik grafik ko'rinishi bu. Demak, u ijobiy og'ish burchagiga ega va S bilan belgilanadi. Xo'sh, taklif egil chizig'i ishlab chiqaruvchilarning joriy vaqtda turli narxlarda qancha miqdorda mahsulot sotishga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni sotuvchilar 20 mingdan endi narx qancha baland bo'lsa, shunchadan ko'p mahsulot sotishga harakat qiladi bozorda. Endi davom etsak, xo'sh, bu talabga ta'sir etuvchi omillar bor edi. Bu yerda taklifga ta'sir etuvchi omillar bor. Ularni o'rganib chiqadigan bo'lsak, resurslar narxining o'zgarishi. Demak, resurslar, ya'ni ishlab chiqaruvchilar deganki, albatta bu yerda ishlab chiqarishga resurslarimiz kerak. O'sha resurslar narxining oshishi bizning taklifimizning narxini oshishiga ta'sir qiladi. Agar o'sha resurslarimizning narxi naborot teskarisi kamaysa, bu yerda ishlab chiqaruvchilar ham sal nisbatan kamroq sotadi o'sha mahsulotlarni iste'molchilarga. Xo'sh, texnologiyalarning o'zgarishi, ya'ni texnologiyalar o'zgaradi. Agar texnologiyalarni rivojlantirsa ishlab chiqaruvchilar, ular ko'proq mahsulot ishlab chiqaradi va ko'proq sotadi. Narx bu yerda kamayishi yoki o'sishi mumkin. Demak, soliq va subsidiyalarning o'zgarishi. Endi biz bilamizki, davlat o'zi korxonalarga ma'lum bir miqdorda, ya'ni tadbirkorlik bo'lishi mumkin, yoki tadbirkorlik, soliq va subsidiyalar, endi subsidiya va ko'proq tadbirkorlarga beriladi. Yangi tadbirkorlarga soliq esa hamma to'laydi. Ma'lum bir miqdorda. Agar solig'imizning qiymati biz hozir adashmasam 12%, 12%dan 15% ko'tariladigan bo'lsa, bu taklifning narxiga ta'sir qiladi. Ya'ni o'zining narx oshadi taklifning mahsulotining. Xo'sh, o'rinbosar tovar narxining o'zgarishi. Xuddi bu o'shanday, o'rinbosar tovar narxi agar oshsa, taklifimizning qiymati ham oshadi. Chunki, xo'sh, tushuntiradigan bo'lsam, o'sha o'rinbosar tovar narxi 20 ming bo'ldi. Bu yerda Pepsi'ga bo'lgan siz taklif berasiz, men 15 mingdan sotamiz. Pepsi faqat 10 mingda 20 mingda sotib olishi kerak edi. Mana shu talab